Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Akinda platformasi haqida qisqacha bir ma'lumot berishga harakat qilaman. Akinda platformasi biz uchun nimaga kerak? Nega biz Akinda platformasidan foydalanishimiz kerak? Akinda bizga nima bera oladi degan savollarga qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman. Akinda e, bu bizni investitsiya sohasiga qiziqadigan yoki bo'lmasa shu treyderlik qilishni xohlayotgan do'stlarimiz uchun judayam qulay bo'lgan platforma hisoblanadi. Agar siz hech narsani bilmasdan turib, ya'ni hech qanday bilmingiz yo'q holatda ham Akindadan foydalangan holatda Amerika fond birjasiga kira olishingiz mumkin. Bu yerda siz Akinda orqali siz aksiyalarni to'g'ridan to'g'ri halol yoki halol emasligini tekshirishingiz, undan tashqari ma'lumotlarni o'zbek tilida ko'rishingiz va ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu ham bir Akindani odamni o'ziga jalb qiladigan tomonlardan deb bilaman. Bundan tashqari u yerda sun'iy intellekt AI ham mavjud. Misol uchun siz u yerda agar AIga shu aksiyani tahlil qilib ber yoki bo'lmasa mana shu aksiya haqida to'liqroq ma'lumot ber desangiz, sizga o'sha real vaqt davomida sizga ma'lumotlarni taqdim etadi. Yoki bo'lmasa grafik skriningini siz yuborsangiz AI sun'iy intellektga sizga real vaqt davomida sizga ma'lumotlarni taqdim eta oladi. Akinda platformasi 2026-yil mart oyida rasman ishga tushgan fintech platforma hisoblanadi. Maqsad dunyo bo'ylab musulmon investorlarga AQSh moliya bozoriga to'g'ridan to'g'ri halol investitsiya kiritish imkoniyatini yaratib beradi Akinda. Siz aytishingiz mumkin, Akindadan boshqa platformalar ham bor-ku. Misol uchun Musaffa, yana qaysi Islamik, yana boshqa platforma Zoya, yana boshqa platformalar bor-ku deyishingiz mumkin. Nega biz aynan Akindadan foydalanishimiz kerak? Sababi Akindada faqat halol yoki halol emasligini tekshirishdan tashqari Akindada siz kelajakda o'zingizning ya'ni brokerlik kompaniyangizni ulagan holatda aksiyalarni sotishingiz va sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Kelajakda shunaqa planlar ham bor Akinda jamoasining. Bundan tashqari siz Akinda platformasida o'zini bir jamoasi bor. Ya'ni u yerda siz kabi fikrlaydigan, siz kabi o'ylaydigan jamoaga qo'shilishingiz mumkin Telegram gruppi orqali. Birinchi bor bu sohaga kirayotganlar uchun eng qulay bir yo'l deb bilaman Akinda platformasini. Bundan tashqari mana solishtirishingiz mumkin. Mana Zoya platforma, Zoya, Musaffa orqali bu yerda mana nimalar qilish mumkinligi va nimalar qila olmasligingiz ko'rsatib berilgan. Lekin Akinda platformasi, shuni aytib o'tish joizki, broker emas. Bu sizga aksiyalarni halol emasligini skrining qilib beradigan platforma va bundan tashqari AI sun'iy intellekt orqali sizga aksiyalarni tahlil qilib beradigan yordamchi desak to'g'riroq bo'ladi. Xullas, shunaqa gaplar. Videomizdagi kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qanday savollar tug'ilsa, kommentariyada qoldiring. Hammaga rahmat.